9-chi bab balni qandaq maqtash kerak. Bu yoshda da atganlik yig'inni echayotganlarning ballar ekanligini bilib, nihoyat hayron qoldi. Ular birlikda o'zlarining nishonlarini asga oldi. Ya'ni oilaning nishoni va har qaysisining nishoni. Orqadan ular o'zaro 1 minutlik maqtash va 1 minutlik tanqid olib bordi. Kayfiyat nihoyat yaxshi bo'lib, ko'pchilik o'zaro chaqchaqlashib o'ynashatdi. Shuni jazmlashtirishga bo'ldiki, bu 5 bola o'zlarining turmushini o'zlari boshqarayotgan bo'lib, yana texi azroq bo'lsa-mu natijaga erishgan edi. Atganlik yig'in oxirlashish oldida cho'ng o'g'li: "Sizlar bilsizlar, bizning o'rtaq bir nishonimiz o'zaro bir-birimizdan xabar olish", dedi. "Ha, men bir xabarni o'qigan. Uningda har yili 15 mingdek o'smirning bulab ketilganligi yozilgan. Ba'zilar bolalarning barmoq izini elish taklifini o'tirib qo'yibdi. Bundaq bo'lganda navoda bolalar yetib ketgan taqdirdimi salohiyati jazmlashtirish oson bo'ldi ekan. Bizmi kichik singlimizning barmoq izini xotirlab olaylik. Qandaq qilamiz?" deb so'radi boshqalar. "Faqat siyoh va bir parcha qog'oz bo'lsa bo'ldi. Biz bu barmoq izi tushirilgan qog'ozni uyda saqlab qo'ysak bo'ladi." Bir qiz qo'lini akasining murisiga qo'yib turib: "Aka, sen singlimizga bek kuyindikansan. Uning ustiga nihoyat yaxshi bo'lgan taklif berding. Men senga aytsam, bu meni bek xush qildi", dedi. Bolalar bu madhiya so'ziga olqish yangratdi. Ko'rinib turibdiki, ko'pchilik akasining ikkisining ifodasini nihoyat yaxshi ko'rgan edi. "Biz hammamizning barmoq izini xotirlab olaylik", dedi bir bola fikr berib. Bolalarning hammasi qo'shildi. Atganlik yig'in oxirlashgandan keyin bolalar yaqin atrofdagi o'qish qurollari sotadigan magazinga berib, kerakli narsalarni setib olib, planini ishga oshirishga tayyorlandi. "Odamning aqli yetmaydi", dedi yosh dada ulug' kichikdan. "Necha oy ilgari men bundoq bo'lishini o'ylab boqmagan", dedi dada iqror qilib. "Biroq men bolalarning nima ishlarni to'g'ri qilganligini yoki asos jihatdan to'g'ri qilganligini tirishib bayqagandan keyin hamma ishlar o'zgarishga boshladi", dedi. "Buning bolalarimga nihoyat zo'r o'zgarish olib kelganligiga faqat ishongim kelmay qoldi. 1 minutlik maqtash nima uchun buncha o'yin berdi?" deb so'radi yosh dada qisqib. Aldi bilan bolalar maqtashga erishdi. Bu xil inkasning ularning o'ziga bo'lgan ishonchisini oshirishga yordam bor. Ilgari men doim bolalarning ifodasi yaxshi bo'lgan chog'da ularni muayyanlashtirishni unutib qolardim. Yosh dada kulib turib: "Yaqinda men bir karton film ko'rgan edim. Uningda dal mush ish so'zlangan ekan", dedi. Filmdagi kapsiz bola Danis ko'zlariga liq yosh olgan holda tom tuyib turib o'z-o'ziga: "Men yaxshi ish qilgan tursam, nimishqa menga o'ltiradigan joyim qolmaydi", deydi. Buni anglab 1 minutlik dadimi kulib ketdi. "Rostimni aytsam", dedi yosh dada, "mening bolalarimmi gap anglagan chog'da menmi ularga diqqat qilib boqmagan", dedi. "Menga ishoning", dedi 1 minutlik dada nihoyat jazmlashtirib. "Agar siz shu chog'da ularga sal diqqat qilsangiz, ularga nihoyat zo'r foydasi bo'ldi", dedi. "Agarda siz bolalarim nihoyat tez cho'ng bo'lsin desangiz, shuni esingizda saqlangki, yaxshi bo'lgan qaytimi inkas muvaffaqiyat qozonuvchilarning nashtiligidir. Eng yaxshi bo'lgan qaytimi inkas bo'lsa, bolalarga ularning o'zlarining muvaffaqiyatini ko'rsatish. Bolalarni o'zlariga ishontirish bo'lsa, muvaffaqiyat qozonuvchilarning eng yaxshi amali. Ya'ni ularga o'zlarining muvaffaqiyatini ko'rsatkizishdir." Bir misol bu nuqtani nihoyat yaxshi tushundirdi, dedi 1 minutlik dada. Bu amaliyot yuz bergan hikoya. Bir dada kichik o'g'lining muvaffaqiyat qozonishi uchun uningga oldin hamma ishni tayyor qilib berdi. Natijada bu bola nima ish qilmasin, hamma ishda muvaffaqiyat qozondi, dedi. Yosh dada kulib turib: "Anglamoqqa bu bola keyin haqiqiy muvaffaqiyat qozonuvchi bo'lg'idek", dedi. "U haqiqatan muvaffaqiyat qozondi", dedi 1 minutlik dada. "U dada qanday qilgan?" deb so'radi yosh dada. U boshqa dadalarga o'xshash bolasiga so'qib o'ynashni o'rgatgan. Biroq uning o'rgatgan usuli biznikiga o'xshamaydi.
u normal programmani belgilab qo'ygandan keyin mashina 10 dona yumaloq butilkaning rətligi tizdi. Arqadınla u do'stini hayron qoldiradigan bir ishni qiladi. Ya'ni o'yinchiqning bosh tarafiga yana necha butilka tizib qo'ydi. Bosh tarafiga yosh dada hayronlik bilan so'radi. Sizning bayatdan deganingiz rostilla o'yinchiqmi? To'g'ri, deb javob berdi bir minutlik dada. Hammamiz bilamiz. Agar to'pni yaxshi ura olmasak, so'qma to'p yo'ldan chiqib ketib, o'yinchiqning ichiga kirib ketadi. Bir tal yumaloq butilkami urib yiqitolmag'achqa natijada 0 nomerga erishimiz. U nima uchun shunday qildi deb so'radi yosh dada. Men bir misol keltirish orqali sizga javobini aytib beray. Agarda bu bolaning aran 4 yosh ekanligini hamda amdila so'qma to'p o'ynashni o'rganganligini bilgan bo'lsangiz, sizningcha bu bola to'pni nega etib qo'yar? Yosh dada kulib ketdi va men bu bolaning to'pni o'yinchiqqa etib qo'yishidan ansirayman dedi. To'g'ri, ko'pchilik dadalarning hammasida bu xil ansirash bo'ladi. Lekin bu dada o'g'lining to'pni nega etishidan ansirmaydi. Chunki u to'p baralaydigan joyning hammasiga yumaloq butilkani qo'yib qo'ygan edi. Yosh dada kulib ketdi va nima degan yaxshi amal bu dedi. Bu amal nayt yaxshi, shundaqmi? Ishqib bu bola to'pni nega atmasin, u faqatla utib olaydi. Yosh dada beshini lang'ishitib qo'ydi va yuzlariga kulgi yugurdi. Siz tepib beqqan bu bola cho'ng bo'lgandan keyin qanday odam bo'ladi? Kasbiy so'qma to'p mahiri. To'g'ri topdingiz. Yana texi u nayt taniq so'qma to'p mahirdan. Nurg'un yillardan keyin u bir so'qma to'p mahiri bo'lib, har qanday bir kasbdishidan ko'p mukofotga erishganda, biraylan uningdan muvaffaqiyat qozonishning maxfiyatligini so'raganda, bu tanarkatchi nayt mag'rurlik bilan tatisini tilga oldi. Men o'zimning 0 nomer olganligimni faqatla bilmayman. Chunki mening nayt qaltis dadam bor, deydi u. Ikkilan jimit o'ltirib bu hikoyani asladi. Ular o'zlarining mushundaq tatisining bo'lishini arzu qilishdi. Endi ular bolalar uchun o'zlarining ashundaq tatiga o'zgarishini o'ylashdi. Bu hikoya menga yana bir dada bolani eslatdi. Kichik o'g'lining voleybol o'ynashini o'rganib olishiga yordam berish uchun dada bolasiga cho'yli to'pni axlat sandig'iga atqizib rag'batlantirdi. Shunga bu bolami bir qatim to'pni kirgizolmay qolgani yo'q, dedi yosh dada. Biroq kulkilik bo'lgan yeri shuki, men o'g'lim uchun bundoq ish qilib berishni asaldan o'ylab boqmabdiman, dedi u samimiylik bilan. Bir minutlik dada kulib turib, biroq menimcha siz qila olasiz, dedi. Siz mushunda qilgan siri bolalardagi eng yaxshi bo'lgan bir tarafni shuncha qo'zg'ag'il bo'ladi. Bu bo'lsa bir minutlik maqtashning nima uchun shunchalik unumli bo'lishidagi sababmi deb so'radi yosh dada. Chunki u bolalarning o'zlari bor bo'lgan ortiqchiliklarni qo'zg'ay oladiganligi uchunmi? Nayt to'g'ri. Har birimizda to'g'ri hukm va qaror chiqara oladigan iqtidor bor. Agar shunday qilishimiz bizga foyda olib kelsa, siz nima uchun bolalarda bu xil aql farosat bor deb qaraysiz, dedi yosh dada. Chunki har kunligi ulardan bu nuqtani ko'rib olishga bo'ladi. Siz faqat bolalarning turmushiga diqqat qilib qarasangiz, ularningmi biz bilan o'xshash ekanligini bayqab olasiz. Faqat o'zida ishonch, jasorat bo'lgandala barliq ishlarni radlik bir taraf qilg'il bo'ladi. Burun ba'zilar nayt qiziqarli bo'lgan bir tajriba elib berib, ular bolalarning nimaning o'ziga foydali bo'lganligini nayt aniq bilganligini bayqagan. Ular maktabda alayda bo'lgan yemekliklar do'kon ochdi. Do'konni ikki qismga ayirib, bir qismida nayt yeyishlik bo'lgan yemekliklar, marojna, pizza, kamput qatorliqlarni tizdi. Yana bir tarafdagi yemekliklarmi odamni o'ziga jalb qiladigan hamda oziqlik qiymati yuqori bo'lgan yemekliklar bo'lib, ota-onalarning bolalarga cho'qim yegin deydigan yemekliklar edi. Bu tadqiqotni ilib borgan jamiyatdshunos bolalarga sizlar kunda bu do'konga kelib narsalarni yesanglar bo'ldi. Ixtiyoringlarcha tanlaysizlar. Uning ustiga hammasi bekorlik deydi. Anglamoqqa yaxshi gap ekan, dedi yosh dada. Bir minutda da kulib turib. Albatta, bilamsiz, bolalar birinchi kuni yemekliklar do'koniga kelganda nima ishlar yuz berdi, dedi. Agar ular mening ikki bolamga o'xshaydigan bo'lsa, u holda cho'qim axlat yemekliklarni nihoyat xush bo'lib yeyishib ketadi, dedi.
yosh dada. Deganingiz to'g'ri. Ikkinchi kuni nima ishlar yuz berganligini bilamsiz? Yana shundoq bo'lgandi, deb javob berdi yosh dada. Asosiyatdan shundoq deb javob berdi 1 minutlik dada. 2 hafta o'tgandan keyin bolalarda qanday inkas bo'lganligini bilamsiz? Esingizda bo'lsin, dedi 1 minutlik dada eskartish berib. Ular yanala nima yegiz kelsa shuni yeydi. Qanchalik yegiz kelsa shunchalik yeydi. Bilmadim. Zodi nima ish yuz berdi, dedi yosh dada. Balalar oziqlik qiymati yuqori yemekliklar qo'yilgan tarafga uchratga turishga boshlabdi. Nurg'un balalar axlat yemekliklardan zerikib, sog'lom bo'lgan yemekliklarni yegiz keldi. Ular oxirida o'zlariga foydali bo'lgan yemekliklarni tanlaydi. Agar turmushda balalarni o'zlarining talashiga qo'yib bersak, ularning ko'p qismi mushundaq qiladi. Ular nimaning o'zlariga foydali ekanligini bilgachga, tashabbuskorlik bilan foydali narsani tanlaydi. Masala shu yerdagi, dedi 1 minutlik dada. Ko'plagan ota-onalar ularda bu xil qobiliyatning borligiga ishonmaydi, dedi. Shunga, dedi yosh dada ko'z qistirib. Biz o'zimizning hukmiga asosan ularga muomala qilamiz, dedi. Nayt to'g'ri dedingiz. Siz o'ylab beqing, ularga mushundaq muomala qilganning natijasi nima bo'lar? Balalar xato bo'lgan qarorni chiqirdi. Yosh dada tushunishga boshlagan edi. Shuning bilan biz doim ularning xatoligini tuzatib turamiz. To'g'ri, har qanday bir dadaga nisbatan bunday qilish odamni nayt chartib o'tadi. Balkim siz bu ishni beshingizdan kechirib baqqansiz. Chunglashqa deyman, dedi yosh dada tuyuqsiz bir nimani es qilgandek. Mana bu dal 1 minutlik maqtashning nima uchun bunchalar unumli bo'lishidagi sabab ekanda. U bolalarning o'zlarining qalb qozonqichiga aylanganligini bayqishiga yordam berdi. Faqat o'ziga ishongandila, o'zining tuyg'usiga ishongandila, ular to'g'ri bo'lgan hukmni chiqara oladi. Hamma ishlarni tugidek yaxshi o'rindab keta oladi. Meningcha bolalarimizni titrab turib, belgilim bo'yicha ish qiladigan kichik mashina odamga aylantirib qo'yish siz va mening erishmoqchi bo'lgan natijamiz emas-ku deyman, dedi 1 minutlik dada. Men bolalarimning o'zlarining hukmiga asosan yaxshi bo'lgan ishlarni tanlab qilishini umid qilaman. Ularni u ishlarni zo'rmi-zo'r emas, balki o'zlari xohlab qilgan deyman. Chunki ular shunday qilishning o'zlarining g'oyasini amalga oshirishga, o'zlari qilishni orzu qilgan ishlarni qilishiga yordam bo'lganligini payqaydi. Ford Disney ilgari bir xil bolalarni tasvirlagan. Bu bolalar o'ziga ishonish va erkinlik idisiga cho'mgan. Biz hammamiz kichik vaqtimizda balkim ashundaq bolalardan bo'lishni orzu qilgan bo'lishimiz mumkin. Hozir bolalarimizning ashundaq bo'lishini taxmin umid qilamiz. Hozir bu xil hislat nihoyat azlab ketdi. Disney apandim doim do'stlarga bu hikoyani so'zlab berishga amroq edi. Serik umigiga qatnashmoqchi bo'lgan yilqi o'g'il bolaning hikoyasi esinglardimi? Serik umigi bozorga kelib namoyish qilgan chaqda orkestr dirijori bir kanaychi olmoqchi bo'lganda bu bola tizim qoldirdi. Namoyishchilar qo'shini ikki ko'chani aylanib bo'lmayla u chalgan kanayning qo'rqinchli ovozi ikki mo'mayni qo'rqitib o'yishidan ketkizib etdi. Yana bir atni urkitib etdi. Orkestr dirijori uningdan: "Sen menga o'zingning kanay chala olmaydiganligingni nima uchun aytmaysan?" deb so'raganda u bola: "Men o'zimning chala olmaydiganligimni na'dim bilay? Burun chalib boqmasam?" deb javob berdi. Yosh dada kulib ketdi. Bu hikoyani aytib bo'lgandan keyin, dedi 1 minutlik dada so'zini davomlashtirib. Disney apandim yana mundaq deydi: "Nurg'un yillar ilgari balkim men u bola bilan o'xshash bo'lib ketdim. Hozir men chochlar oqargan bir buvay bo'ldim. Yana xuddi boshqalar aytgandek biroz aqlliqim bo'ldim. Biroq men o'zimning yashini kichikiltolmayman. Ammo men o'zimni ruhiy jihatdan yoshdek tutman. Xuddi hikoyadagi ashu bolaga o'xshash mag'lubiyatdan menga qo'rqmayman. Fursat bo'lsa, urinib ko'raman." 1 minutlik dada o'ylanib olib, men bolalarimning shundoq o'ylashini nihoyat umid qilaman. Agarda men kichik vaqtimda mushunga o'xshash ishlarni ko'proq qilgan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'lardi, ha? dedi. Sizning gapingizcha bo'lganda, siz bolalaringizga yordamlashib qalbi qilishning barliq tayyorligini qilib berasiz. Agarda ular o'zlaridagi qalbini his qila olmay qolsa, siz ularga
ularning qalbi qazangan yerlarini bayqayolganligingizni aytib berasiz. Mana bu dal 1 minutlik maqtashning ishlanishidir. Siz umumlashtirib yig'inchoqlashga usta ekansiz, dedi 1 minutlik dada. Men yana shuni qo'shib qo'yayki, mening tajribamga asoslanganda bolalarni maqtash, bolalarni tanqidlaganga qaraganda texmi unumli bo'ldi. Yosh dada o'ylab ketib, sizning so'zingiz menga shamol va quyosh haqidagi masalani esimga soldi, dedi. Nim masal u, dedi 1 minutlik dada qiziqib. Yosh dada 1 minutlik dadaning biror ishni bilib olishga nihoyat qiziqadiganligini bayqadi. Shamol bilan quyosh olamda kimning eng qudratli ekanligi to'g'risida talash qilib qapti, dedi yosh dada tushuntirib. Shamol o'zini quyoshni mubakra qudratli deb maqtabdi. U o'zining o'zi yolg'iz daraxtlarni yiltizdan qumrib tashlaydiganligini, qari bo'ra paydo qilib, butun bir shaharni vayron qilib o'tadiganligini aytibdi. U yana o'zining dengizda ketayotgan paraxodni o'rib tashlab, dengiz ostiga cho'ktirib o'tadiganligini aytibdi. U o'zining nihoyat kuchli ekanligiga ishondigan. Bu gapni anglagan quyosh nihoyat sipoyilik bilan, balkim sen eng kuchlidirsan, debdi. Shamol buning bilan bo'ldi qilmay, men albatta sendan kuchliman. Men sana isbotlab beray. Biz ba'zilashib kimning o'tidigan, kimning o'tirdiganligini ayirib baqayli, debdi. Quyoshmi qo'shilibdi. Shamol to'rt tarafga qarab etib, yo'lda ketayotgan avu bo'yini ko'rdingmi? Qani kimning kuchli ekanligini ko'rib baqayli. Men nihoyat tezla uning chapini va shapkasini uchirib etaman. Qani ko'rib tur, ha, debdi. Quyosh kulib qo'yibdi. Shamol kuchining barcha chiqishga boshlabdi. Shamol kuchigan siri bo'y beshidagi shapkasini elib qo'yniga selib olibdi. Shamol texim kuchayibdi. Bo'y chapini texim ching o'ribdi. Shamol qancha qattiq chiqqan siri bo'y shapka va chapini shuncha ching tutib olibdi. Shamol 10 minut atrofida nihoyat qattiq chiqibdi. Oxir shamol vaz kechibdi. Bu chaqda quyosh bulutlar orasidan chiqibdi. Quyosh amdili chiqqan chaqda bo'y havoning illiqligini his qildi-da, darhol osmonga qarabdi. Biroq quyoshning nurida itlikli yerga qarabdi. Quyosh nuri barabar qizdirishga boshlabdi. 5 minutga qolmay bo'y tarlab eqib ketibdi. Anglab bu yerga kelganda 1 minutda kulib ketdi. Va shuning bilan u chapini silib etganda, dedi. Shundoq deb javob berdi yosh dada. U kulib turib, quyosh qisqig'ini necha minutda nishoniga yetibdi-da, deb so'z qistirdi. Men bu hikoyani yaxshi ko'rdim, dedi 1 minutlik dada. Bu tez usul orqali texim yaxshi unumga erishishning misoli edi. Sizni yoqtirdi deb o'yladim, dedi yosh dada. Qisqagina vaqt ichida yaxshi bo'lgan natijaga erishish to'g'risida so'zlashdik. Endi biz 1 minutlik tanqid to'g'risida davomli paranglashsak bo'lamdi. Albatta bo'ladi, deb javob berdi 1 minutlik dada. Amaliyotda, dedi 1 minutlik dada iqror qilib. Bu masal menga burungi ish harakatlarimni aslatib qo'ydi. U chaqlarda men doim bolalarimga varqirab jarqiraydim. Men ularga mushundaq pozitsiyada so'zlaydim. Mening shu chaqda qilganlarim ularga men ularni nihoyat eski bola deb o'ylagandek tuyg'u bergan edi. Albatta, biz qancha varqirgan siri ular o'zlarining qilqini shuncha to'g'ri deb turib oldi. Men bir ishni tushunmadim, dedi yosh dada. Siz bolalaringizga 1 minutlik tanqidni elib borsangiz, unumning nihoyat yaxshi bo'lganligini aytdingiz. Men aslida ularni siz bilan takolashamdiki deb o'ylabdiman. Nima uchun 1 minutlik tanqid buncha unumli bo'ladi?